O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 31-oktyabrdagi 987-sonli yer qa'ri to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonun yer osti boyliklariga egalik qilish va ularni tasarruf etish, shuningdek, yer qa'ridan foydalanish hamda uni muhofaza qilish chog'ida yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga soladi. Yer qa'ri va yer qa'ridan tabiiy yo'l bilan joylashgan barcha foydali qazilmalar O'zbekistonning davlat mulki bo'lib, undan oqilona foydalanish lozim va u davlat tomonidan muhofaza qilinadi. Ushbu mulk huquqi har qanday shaxsning yerga va suvga bo'lgan biron bir huquqiga yoki mulkchiligiga qaramay qo'llaniladi. Davlat yer qa'rini qonun nazarda tutilgan asoslar, shartlar va chegaralarda foydalanishga beradi. Yer qa'ri uchastkalari oldi-sotdi, hadya, meros qilib qoldirish, omonat, garov predmeti bo'lishi yoki har qanday boshqacha shakldagi o'zga shaxsga o'tkazilishi mumkin emas. Yer qa'ridan foydalanish va uni muhofaza qilish sohasidagi davlat siyosatini amalga oshiruvchi organlar quyidagilardan iborat: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Tog' sanoati va geologiya vazirligi, Energetika vazirligi, Ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi, Tog' sanoati va geologiya sohasini nazorat qilish inspeksiyasi, yer qa'ridan foydalanish markazi davlat muassasasi, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlaridir.